PUBG Mobile'ga million dollarlab sarf qilgan va eng katta donatlarni qilgan top 3 ta dunyo donaterlari. 3-o'rinda Badr. U Popularness Battle uchun o'tgan yili, ya'ni 2023-yilning oxirida 900 ming dollardan ko'p sarf qilgan va bu faqatgina bir kunlik raund uchun edi. Umuman olib aytganda, общий donat qancha qilganini bilmayman, lekin hozirgacha, ya'ni globalniy reytingda hozir ham 3-o'rinda turadigan akkaunt uchun faqatgina Popularnessni pulga sotib olgan. Undan tashqari unga ham juda ko'p donatlar qiladi. Ikkinchi o'rin esa bu o'zbekistonlik Knyaz. U ham o'tgan yili birinchi o'rin Popularnessni egallash uchun 1 million dollardan ko'proq Popularness sotib olgan bir kechada va dunyo bo'yicha 2023-yilning Popularness donateri deb tan olingan edi. Undan tashqari PUBG Mobile'ga juda ko'p donatlar qilgan streamerlarga sovg'alar, samolyotlar, Popularnesslarni hisoblaganda 1 yil davomida Knyaz qilgan donatlari bilan dunyo bo'yicha 2-o'ringa chiqib oldi va o'tgan yilning o'zidayoq PUBG Mobile'ni umuman qaytmaydigan bo'lib tark etdi. Va nihoyat birinchi o'rin PUBG'chilarga juda ham yaxshi tanish bo'lgan Arduzai. To'g'ri, u ham PUBG Mobile'ni 1 yil oldin tark etgan. Lekin u PUBG Mobile ochilganidan beri nima skin bo'lsa hammasini ochgan, Popularness bo'yicha ham reytingga kirgan. Undan tashqari Ultimate, Mifitskiy, orujalar bormi, hammasini ochib full qilib yurgan. Shuni vassalammi 2018-yildan beri